zavqli kun. Qadrli teletomoshabinlarimiz, biz jonli efirimizni davom ettiramiz. Navbatdagi yana bir suhbatdoshimiz studiyamizga yetib keldilar. Ularni tanishtirib o'taman. Ma'murjon Po'latov Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti, maqom xonandaligi kafedrasi jo'rnavozi, Turg'un Alimatov nomidagi Respublika ko'rik tanlovi birinchi o'rin sohibi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelasiz Ma'murjon studiyamizga. Assalomu alaykum. Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan ham so'rashib olsangiz, undan keyin suhbatga kirishamiz siz bilan. Assalomu alaykum. Bizni zavqli kun ko'rsatuvidan kuzatib turganlar, hammalarga yaxshi kayfiyat, kun davomida hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat Men bo'linglar. o'ylayman, hozir yaxshi to'rtlik bo'la oldik, chunki mana ikkita boshlovchi va ikkita o'sha sozanda qo'lda ajoyib o'zini sozlari bilan, birida o'sha tambur, birida dutor, hozir ularni hamohangligida go'zal qo'shiqlar ham kuylar ham tinglaymiz. Albatta. Undan oldin biz bugun Turg'un Alimatovning faoliyatiga, ular qoldirgan merosga, maktablariga nazar tashlayapmiz. Bu bo'yicha sizni fikrlaringizni bilib olsak, siz ham Respublika ko'rik tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgansiz. Bu bo'yicha xotiralarni eslasak. Bu bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, juda qiziq bo'lgan. Menda men sato sozda qatnashganman tanlovga. Sato nolasi degan bir asarni chalganman. Juda qiyin bo'lgan o'rganish. O'zi satoni chalish mushkul ishda ancha. Bilmagan ishingizni yangi qilib ko'rib, o'shandan natija olgansiz. Satodan, chunki institutda ham даже sato o'rgatadigan anaqa yo'q. Yo'nalish yo'q. Fakultet yo'q. Satoni o'rgatadigan. Kimdan oldingiz unda tahsilni? Ustozimiz Abror Zufarov ustoz o'rgatganlar satoni o'zlari. Konkursga keladigan bo'lsak, sato nolasini shundoq kayfiyatim zo'r sahnaga chiqishda. Sahnaga chiqdim, shundoq kuyni boshladim. Bilmadim nimaga ko'zimdan shunaqa yosh kelyapti. O'sha videoda ham borda shunaqa yig'laganman, sato chalyapman. Mana shunaqa bo'lib turibman, ko'zimdan yosh kelyapti, mana shunaqa shashqator yosh kelyapti. Bir amallab kuy chalib tugatdim. Shundoq tugatib turib sahnadan chiqdim. Chiqishimda o'zi u narsa yo'q menda. Kayfiyatim yana xuddi sahnaga chiqishda qanaqa bo'lsa o'shanaqa. Bilmadim, ustozlarning salobati bosdimi? Balki shunaqa bo'lishi mumkin. Juda bir nima kuyni boshqacha chalgansiz u kayfiyat. yerda? Sato nolasi. Sato nolasi edi. Hozir buni sato nolasini tamburda tinglasak qanaqa bo'ladi? Sato nolasi Bo'lmaydimi? yo'q, uni iloji yo'q ekan. Nimadir tinglasak bo'ladimi tamburda? Albatta, albatta.
katta rahmat aytamiz. O'zgacha fayz berdi. Judayam Hozir o'zgacha bo'ldi. Marjoniga qarayapmanda, baribir ustozlik alomatlari sezilib ketadi-da. Chalganda studiyada kuy chalinyapti, lekin uni Marjona chalmayapti. Demak, nazorat qilish kerak. Qo'llariga qarab qo'yadilar, yuzlariga qaraydilar, qarab chalib bo'lgandan keyin ha deb qo'yadilar. Baribir ustozlik alomati sezilar ekan, kimdir chalganida. Baribir buni eshitib, har bitta elementini eshitib katta bo'lganmiz, yod bo'lib ketgan, nima deydi, o'sha narsani hozir qiladi. Hozir mana o'sha pardani uradi deb turadi-da odam baribir. Juda ham yaxshi. Endi bu qo'llab-quvvatlash sifatida ham qarasa bo'ladi. Endi sizni faoliyatingizga ham to'xtalsak, mana shu sozni chalishga necha yil umringizni sarfladingiz, sarflab kelyapsiz? Xo'sh, men tambur soziga 8-sinfdan, maktabda 8-sinfdan keyin boshlaganman tambur sozini chalishni. Ungacha 1 yil ashulada o'qiganman. Ustozimiz Elmurod Boymurodov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, buyuk xizmatlari uchun orden sohibi ustozimizdan ashuladan dars olganman. Keyin tamburga o'tganman maktabda. 2 yil saboq olib, keyin Toshkentdagi O'zbekiston iqtidorli bolalar akademik litseyiga topshirganman. U yerda 2 yil o'qib, Maqsadbek Jabborov ustozimdan tambur sozda tahsil olganman. Keyinchalik har 2 yilda, har 2 yilda bo'ladigan anaqa konkurs bor. Yosh ijrochilar respublika ko'rik-tanlovida o'shanda baxtli 1-o'rinni olib, institutga grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Ilk musiqiy bilimlarni ashulachilik bo'yicha olganman deb aytdingiz-da, to'g'rimi? Tashab qo'ydingizmi yoki haligacha shug'ullanib turasiz? Yo'q, shug'ullanib kelaman. Aytmadilar-da, hozir birga qo'shib endi nimadir tinglasak kerak dastur davomida-yu. Endi baribir bitta savol o'tyapti xayolimdan. Mana shu torli sozlarni bittasini chalishni bilgan odam, qolgan hammasini chalishni biladimi o'zi? Harakat qilsa o'rgansa bo'ladi. Yo'q, ozgina farqi bo'ladi baribir. Postanovkasida, uni chalinishida farqi bo'ladi baribir ozgina. Hozir ham aytib o'tdingiz-ku, satoni o'rganganman, sato bo'yicha olganman tanlovda o'rinni deb, lekin bugun tamburni olib keldingiz. Shunga o'xshashmikin, farqlimikin? O'zi qancha payt ketadi bitta sozni o'sha chalib boshlashni o'rganish uchun? Endi professional darajada chalish uchun 4-5 yil ketib qoladi. Havaskorlar uchun endi Havaskorlarga 6-7 oy yetadi. Yaxshi shug'ullansagina. Yaxshi shug'ullansa. Tambur bilan satoni bir-biridan farqi nima? Farqi chalinishida, ko'rinishida. Sato o'sha 19-asr boshlarida usta Usmon Zufarov birinchi yasaganlar, ular chalinmay turgan ancha payt. Keyin Turg'an Almatov ustoz uni borib uylaridan olib o'sha sato qilib chalib, keyin ommaga taqdim qilishgan. Ommaga yoyilishida. Turg'an Almatovning o'rni juda katta. Hozir bu yo'nalishda ham, sato yo'nalishida ham o'sha biz barcha o'zimizning milliy kuy-qo'shiqlarimizni chala olamiz, o'ziga yarasha ijro qila olamiz desak bo'ladimi? Da, bo'ladi. Albatta. Bu bo'yicha ham maxsus maktab shakllanganmi hozir endi sato bo'yicha o'qituvchilarni topish muammo dedingiz-ku. Bugungi kunda qanaqa? Sato bo'yicha o'qituvchilar bor. Mana ustozimiz Abror Zufarov, yo'da Toyir Qo'ziyev, O'ktam Rasulov, Shuhrat Xolxo'jayev hammalari sato bilan tamburni teng olib borishadi. O'zi baribir ustoz shogird an'analarga to'xtalib o'tyapmiz. Eng muhimi nima sozandada? Bilim olish uchun qunt qilishda. Qunt qilishda eng muhimi odam qalbida bo'lish kerak, baribir san'atga muhabbat bo'lish kerak. O'zi xohlab o'sha narsaga intilmasa, u qiyin masala juda. Birov majburlashi bilan o'rganib bo'lmaydi. Masalan, boshqa instrumentlarni bilmadim. Endi tambur satoni juda qiyin. Juda qiyin masala. Endi baribir yurak bilan bog'liqda, chunki bunda texnik narsalar uncha yaxshi ketmaydi. Uchun har bitta pardangiz yurak bilan bog'liq. O'sha har bitta bosgan nolangiz pardangiz yurakdan chiqmasa, u va mukammal mashq qilingan, qo'l o'sha o'rganib ketgan, odatlanib ketgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ustozlar qanaqa bir baholashadi? Tanqid qattiq bo'ladimi deymanda, to'g'rimi? Tanqid endi o'ziga yarasha imtihonlarda baribir. Endi hozir aytib o'tdik-ku, mana tambur bilan birgalikda dutorni bir hamohang qilsak, ajoyib bir kuy chiqsa kerak, tinglasak kerak deyapmiz. Umid qilyapmiz, nima chalib bera olasizlar? Qo'qoncha chalib beramiz. Qo'qoncha tanovvur. Marhamat.
katta rahmat. Tanovul tinglaydigan kunimiz bugun. O'zi necha marta tinglasangiz ham bir ko'nglingiz baribir tinchlanadi, sokinlik topadi. Har bir sozni xarakteri bor. Zarblilarni oladigan bo'lsak, energiya beradi, quvvat beradi, qanaqadir bir kuch-quvvat olamiz deymiz, lekin endi to'g'ri kuyga ham bog'liq, nima chalinganiga yo'q, lekin sizni qo'lingizdagi sozlar asosan insonga tinchlik, sokinlik beradi-da. Sozni sehri deganda sizlar nimani tushunasiz endi? Bizdan ko'ra sizni tushunchangiz kengroq. Qanday ifodalagan bo'lardingiz sozni sehrini? Birinchi men javob bersam Mayli. Aynan soz sehri deganda insonga ta'sir jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, aynan o'zimga nima deydi, necha marta chalsam ham, qay holatda chalsam ham, qaysi vaqtda chalsam ham bir xil ta'sir qiladigan bitta kuy bor. Girya degan, girya o'zi yig'i degan ma'noni anglatadi. Aynan shu giryani boshlasam, bo'ldi, men bu nimadan chiqaman-da, nima deydi, bu auradan kim qayerda o'tiribdi, nima haqida gaplashyapti, aynan o'shani chalib bo'laman-u, keyin o'sha nima deydi, uni bir qanaqadir o'zini sehri bor. Shuni olaman-u, bo'ldi, keyin nima deydi, g'am qayg'ungiz bormi, g'am qayg'uyim bormi, qanaqadir tashvishim bormi, esimdan chiqadi, unutaman, nima deydi, qanaqadir ruhiy ozuqa olaman. Aynan o'sha girya menga shunaqangi ta'sir qiladi. Yaxshi ma'lumot bo'ldi. Nima so'rashni bilamiz keyin, hozir. Endi siz javob bering aynan. Tak, soz sehri deganda endi inson hammasi kayfiyati bilan bog'liq, ruhiyat bilan bog'liq bu cholg'ularimiz. Yuqorisi eng boshi baribir hammasi ilohiyatga borib taqaladi bu instrumentlar, sozlarni. Inson chalganda o'sha yaxshi sozanda bo'lsa, o'sha qalbidagi bor narsani chalib dardi bo'ladimi, xursandchiligi bo'ladimi, nima bo'lsa shu instrumentda mana shu qo'lidagi bosgan pardalarda kelib chiqaveradi hammasi. O'zi ilm fanda ham isbotlangan sozni o'sha inson ruhiyatiga ta'siri, lekin amaliyotda siz faol bo'lgan insonlarsiz. O'zingizni bir misolingizni aytib bersangiz, soz sizni ruhiyatingizni o'zgartirishga qanchalik hissa qo'sha olgan? Juda ko'p hissa qo'shadi. Masalan, kayfiyatingiz yo'q paytda borib o'sha bitta asar bo'ladigan bo'lsa, kayfiyat yaxshi vaqtda boshqacha chiqadi asar, kayfiyatingiz yo'q vaqtda umuman boshqacha chiqadi asar. Sabr toqatni ham o'rgatadi. Albatta. Shu taraflama ham ko'mak beradi. Siz o'zingizdan nima natija ko'rgansiz? Kuniga nima deydi, hozirgi sabr toqat deganingizga esimga tushib ketdi. Aynan bir konkurs oldidan, biror bir ko'rsatuv oldidan yoki nimadir sahna oldidan deylik, sahna oldidan 5-6 soatlab mashq har kuni shunchadan mashq qilgan vaqtlarimiz bo'lardi-da, odatiy holga aylangan. Aynan bu o'tirib bitta element ustida soatlab ishlash uchun endi qanchalik sabr toqat talab qilinadi. Bular aytgandek, yaxshi kayfiyatda o'zini tortadigan asari bor, g'amgin holatingizda tortadigan asari bor, talab qiladigan, nima deydi, ruhiy holatingiz o'sha bilan bog'liq. Hozir mana aytib o'tdingiz-ku, biz uyda ijodiy muhit bo'lgan, ota-onam sozandalar bo'lgani uchun endi u darajada qarshiliklar bo'lmasligi tayin, chunki ular shu yo'lni bosib o'tganlar biladi. Endi sizdan ham bir tinglasak yoki siz ham balkim shunaqa holatga tushgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zida ijod qilmoqchi bo'lgan paytingizda yon atrofdagilar yot qarash qilishi mumkin, noto'g'ri qabul qilishi mumkin. Bu yig'ishtir bizga yoqmayapti, san'atkorlar oilasi degan ma'no bu keyingi nima deydi, ota-onadan keyingi bosqichda aytgandim. Bizni oilamizda san'atkorlar yo'q. O'zi asli ota-onamni olib qaraydigan bo'lsak, san'atkorlar san'at sohasida emas. Aynan nima deydi, o'zlarida shinavanda deb olib qaraydigan bo'lsak, dadam, oyim kichkinaligimizda har bir oilada bo'lgan, ya'ni bizni yaqin o'tmishimizga qaraydigan bo'lsak, bolaligimizda har bitta oilada bitta dutor, bitta rubob, doira ilingan turardi devorlarda. Aynan o'sha san'atga oshiqtalik o'sha kichkinaligimdan paydo bo'lgan. Lekin aynan san'atkor oilasidan chiqqan emasman. Aytganingizdek, duch kelib qolgan paytingiz bo'lganmi? Chunki qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bo'ldi, ting'irlatma deyishadi. Ting'iringni yoshdir degan narsa yoki bu san'at sohasidan nima ham bo'larding, artist bo'lasanmi, borib bitta musiqa maktabida ishlaysanmi degan nimalar bo'lgan. Hozir aynan mana shu dutorni orqasidan deylik, dutorim bilan birga nechta davlatlarni kezdim, nima deydi, ko'plab davlatlarni ko'rdim. Ular bilan ijodiy muhit qanaqadir, nima deydi, bu boshqacha his-tuyg'u.
aynan davlat mukofotlari yoki prezidentning e'tiroflari, prezidentimizning bu hozirda o'sha aytgan, o'sha fikrlarni bildirgan aytganingizdek ting'ir-ting'iring haliyam ko'tarib yuribsanmi dutoringni, haliyam shu dutorni ko'tarib yuribsanmi deganlar hozir bizga aynan mehnatni mahsuli bo'lar ekanda, nima deydi, ekkan urug'ingizni mevasini oladigan payt yetib hozir keldi. bunday olib qaraganda Havas sizni bilan mana- qarashadi ha, hozir. necha yillik mana shu qo'lingizdagi dutoringiz qaysidir ma'noda mana insonni qo'lini ko'rasiz, odatiy qo'li bor inson deymiz, lekin siz dutoringiz bor, mana bu dutori shuni yonida bo'lishi kerak, bu o'ziga birlashib ketgan deb ham qarashsa kerak. Juda ham yaxshi. Sizda qanaqa bo'lgan taassurotlar, bunaqa qarshiliklar bo'lmagan? Yo'q, mani oilamda umuman qarshilik bo'lmagan. Qaytanga xursand bo'lishadi Ha, o'sha. albatta hamma xayrixoh, butun qarindoshlar hamma xayrixoh menga. Hammalari qo'llab-quvvatlab turishadi, ish qilib qo'ldan kelgancha. Uydagilar san'atkor bo'lmasa ham hammalari bu tonda turishni bilishadi. Shularda ozgina falish ketib qolsa sразу sezishadi, ha, sразу sezishadi. Men ham ashula aytib turaman, ko'p efirlarda chiqqanman. Mana bu joyini buzib qo'yding. Deb turishadi. Shundoq chiqib sразу telefon qilishadi chiqqanimdan efirdan. Sразу kelib turadi. O'sha ana ular nima desam, tanqidlar kelib turishadi. Juda ham yaxshi. Hozir o'rinda. bizni bitta ovoz rejissyorimiz bor, iltimos qilyaptilar. O'laman Sattor Bozro'goniyni eshitmasam shu nimadir bo'laman hozir deyishibdi. Endi tinglasak bo'ladimi yoki boshqa bir kuy chalib berasizmi? Mayli, chalib beramiz, Bozorgoningni. Siz boshlang, men ergashaman. Bo'ladimi? Mayli, mayli.
rahmat aytamiz. Chin ma'noda To'g'in Alimatovning izdoshlari deyishimiz mumkin sizni. Faoliyatingizga omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Har doim mana shu sozingiz siz bilan birga bo'lsin. Elni, yurtni ardog'ida bo'ling deymiz. Endi esa Farruh biz siz bilan birgalikda o'tgan kunlarni yodga olamiz. Buning uchun esa kinoparchaga navbatni beramiz. Marhamat. Marhamat. Zakli kod